kel. Hey, короче, guys, это что, опыт это? Yo, salom hammaga. Biz bugun Sonic Legacy bilan video olmoqchimiz. Nimagaligini o'zimiz ham bilmaymiz. Prosta qiziqishdan olib ko'rdik. Sonic ikkalamiz umid qilamizki, bu video sizlarga yoqadi. Birinchi navbatda Sonicning o'zini topish kerak. Hozir chatdan so'rab ko'raman. Sonic, qayerdasiz, bro? Raider, joyingizni kutib turing. Hozir o'zim oldingizga boraman. Ha mayli, ozroq kutib turaylik, balki kelar. 2000 years later. Sonic, bir soatdan beri kutib turibman. Qayerdasiz? Bo'ldi, Raider, mana keldim. Nihoyat. Tezroq yuring, patvalga tushishimiz kerak. Aks holda zombilar kelib, bizda enamizni ko'rsatib ketishadi. Bro, sizda versak bormi? Ha, albatta. Bir emas, naq 3 ta bor. Mana hozir, mana. Yevama. Xo'p, nima qilamiz endi, Sonic? Nimada pishirmoqchimisiz? Keling yoqtirib. Voy, kechirasiz. Men o'rganlarni yoqtirmayman. Sonic, bir soatdan beri o'tiribmiz, balki kunduzi bo'lgandir. Yo'q, hali tun. Keling spor o'ynaymiz. Agar kunduzi bo'lsa men yutaman, kechasi bo'lsa siz yutasiz. Yutqazgan odam esa nima? Yutqazgan bo'ladi. Hamayli, hozir tekshirib ko'raman. Ha, Raider, yutqazdingiz. Hali tun ekan. Endi siz yutqazgan bo'ldingiz. Ana endi kunduzi bo'ldi. Endi narsani olib tezroq ketish kerak. Shunday qilib bolalar bir amallab Sonic bilan tunni o'tkazdik. Endi biz tezroq daraxt topishimiz kerak. Chunki bizda Sonic, ehtiyot bo'ling. Hozir mana men o'ldiraman uni. Mana. Yoqayaptimi? Men yana. Qoyil, men uni o'ldirdim. Menimcha Sonic bu cho'lda birinchi marta bunaqa kaltaga ish emas. Nima, sahardan shunday bo'ladimi? Ha. Sonic, balki qayoqqa ketayotganimizni aytarsiz? Qayiq-ku. Do'stlar, biz Sonic bilan qayiq topdik. Qayiq topdikmas, men buni yasadim. Mayli. Qani o'tiring, okeandan suzib o'taylikchi, balki o'rmon toparmiz. A few moments later. Do'stlar, bu okeandan hali beri suzib o'ta olmaydiganga o'xshaymiz. Shuning uchun bu videoning davomini keyingi qismda qoldiramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Agar davomi chiqishini istasangiz, kommentariyaga davomini chiqaring Raider deb yozib qo'yinglar. Va Sonic shuncha qiynalganiga yarasha uni ham maqtab qo'yinglar. Keyingi qismda ko'rishguncha